Pulsizlik insonni baxtsiz qiladimi? Ilm-fan yillar davomida bitta narsani qayta ko'rsatadi. Doimiy moliyaviy bosim ostida yashayotgan odamlarda stress gormoni, ya'ni kortizol darajasi yuqoriroq bo'ladi. Bu esa qon bosimi, uyqu sifati, ya'ni umumiy salomatlikka ta'sir qiladi. Buyuk Britaniyada olib borilayotgan tadqiqotlarda ham moliyaviy bosim biologik stress ko'rsatkichlari bilan bog'liqligi kuzatilgan. AQShda esa minglab erkaklar ishtirok etgan so'rovnomada ko'pchilik moliyaviy bosim va ularning ruhiy holatiga jiddiy ta'sir qilayotgani, ayrimlari esa buni har kuni his qilishini aytgan. Shuning uchun ayrim erkaklar qimmat mashina olish uchun emas, xotirjam uxlay olish uchun pul topishga harakat qilishadi. Chunki bo'sh hamyon faqat cho'ntakni emas, miyani ham band qiladi. Shu sababli pul baxt olib kelmaydi degan gapni aytishdan oldin oy oxirida ijara puli, kredit yoki oilasining xarajatlarini o'ylab, tunlari uxlay olmayotgan erkaklarni eslab ko'ring. Pul baxtni sotib olmasligi mumkin, lekin pulsizlik olib ketadigan doimiy stressning narxi ba'zan sog'liq bilan to'lanadi.